Gunohning ta'mi qanday bo'lishini bilasizmi? U avvaliga shirin asal kabi totli. Keyin esa butun umringizni, vujudingizni kuydiruvchi zahar. Men buni qanday boshlanganini aniq eslay olmayman. Hammasi birdaniga sodir bo'lmadi. Bu zahar tomirlarimga asta-sekin bildirmay singib borgandek bo'ldi. O'sha mash'um tunda erimning ukasi o'z qaynimning ko'zlariga qaraganimda men jahannamni emas, jannatni ko'rgandek bo'ldim. Bugun men sizga o'zimning eng katta xatoyim, eng shirin gunohim va bir umrlik pushaymonim haqida so'zlab beraman. Bu hikoya xiyonat haqida emas. Bu e'tiborsizlik o'ldirgan muhabbat va uning kulidan yaralgan taqiqlangan hislar haqida. Assalomu alaykum, Hikoyachi Momo kanalining aziz va sirdosh muxlislari. Hayot biz o'ylagandan ko'ra murakkabroq. Ba'zan men hech qachon bunday qilmayman degan insonlar taqdirning shunday chorrahasida qoladilarki, o'zlarini taniy olmay qolishadi. Bugungi hikoyamiz har bir ayolning qalbini titratishi aniq. Agar tayyor bo'lsangiz, chiroqlarni pasaytirib, qalb qulog'ini tuting. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Erim Akmal bilan turmush qurganimizga 5 yil to'lgan edi. 5 yil. Aytishga oson. Lekin bu yillar ichida mening qalbim qanchalik muzlab borganini faqat yostiqlarim biladi. Biz bir-birimizni sevib turmush qurgandik. Hech bo'lmaganda men shunday deb o'ylardim. Talabalik davrimiz. Eslasam, yuragim hapriqib ketadi. U mening ortimdan 1 yil yugurgan. Har kuni yangi gullar, derazam tagida aytilgan shirin so'zlar, va'dalar. Seni malikalardek yasataman, sen mening yagona baxtimsan, derdi u. O'shanda u boshqacha edi. Yoki men uni boshqacha ko'rganmanmi? Muhabbat ko'zimni ko'r qilganmidi, bilmadim. To'ydan keyin hammasi o'zgardi. Yo'q, u menga yomon munosabatda bo'lmadi. U ichmasdi, chekmasdi, menga qo'l ko'tarmasdi. Tashqaridan qaraganda biz ideal oilalar edik. Lekin uyning ichida u shunchaki yo'q bo'lib qoldi. Karyera, pul, mansab. Bular uning uchun mendan, bizning oilamizdan ustun bo'lib qoldi. Avvaliga tushunishga harakat qildim. Erkak kishida ro'zg'or deydi, kelajagimiz uchun yelyapti, yuguryapti deb o'zimni ovutdim. Lekin bu kelajak deb atalmish poyga bizning bugun imizni yeb bitirayotganini kech angladim. Kechki ovqatga doim kech kelardi. Kelganda ham yuzida charchoq, ko'zlarida befarqlik. Ikki og'iz so'zlashishga madori bo'lmasdi. Yaxshi keldingizmi, dadasi desam, quruqqina ha deb qo'yardi. Ovqatini yerdi, televizor pultini bosib yangiliklarga tikilardi. Men xuddi shu uyning bir jihozi, stol yoki stul kabi ko'rinmas bo'lib qolardim. 1-2 soat o'tar-o'tmas men charchadim deb uxlagani kirib ketardi. Dam olish kunlarichi? Yo'q, bizda dam olish kunlari bo'lmasdi. U yo do'stlari bilan muhim uchrashuvga ketardi yoki kun bo'yi uxlab kuch yig'ardi. Men esa bu katta hashamatli, ammo muzdek sovuq uyda yolg'iz qolardim. Avvaliga kurashdim. O'zimga qaradim, yangi taomlar pishirdim, uyni gullatdim. Dugonalarim bilan uchrashib chalg'moqchi bo'ldim, kitoblar o'qidim. Ammo kech tushishi bilan o'sha sovuq devorlar yana meni siqib kelardi. Ba'zan unga yig'lab dardimni aytardim. Akmal aka, men yolg'izman. Menga e'tibor bering, biz er-xotinmiz-ku. U esa hayron bo'lib qarardi. Senga nima yetishmayapti? Usting but, qorning to'q, uying qasrdek. Boshqa ayollar sening o'rningda bo'lishni orzu qiladi. Noshukrlik qilma. Shunda men jim bo'lib qolardim. Tilim kalimaga kelmasdi. Ha, balki u haqdir. Balki men noshukrlik qilayotgandirman. Moddiy tomondan kamchiligim yo'q. Lekin ayol kishiga faqat pul va kiyim kerakmi? Qalbchi, mehrchi. Qalbimdagi bo'shliq kundan kunga kattalashib, qora tuynukka aylanib borardi. Men o'zimni keraksiz, sevilmagan, shunchaki borligi uchun yashayotgan ayoldek his qilardim. Mana shunday kunlarim bir xil kulrang tusda o'tayotgan paytda hayotimizda o'zgarish bo'ldi. Bir kuni Akmal uyga xabar bilan keldi. Ertaga ukam Sardor keladi. Viloyatdan.
Shaharga o'qishga kiribdi. Yotoqxonaga joylashguncha yoki o'qishni bitirguncha biz bilan yashab turadi. Men avvaliga ichimdan zil ketdim. O'zi erim bilan munosabatimiz sovuq, endi uyda begona erkakning bo'lishi menga ortiqcha yukdek tuyuldi. Noqulaylikdan qo'rqdim. Qancha turadi deb so'radim norozi ohangda. Bilmayman, ko'ramiz. Ukam-ku axir ko'chada qolmaydi-ku, dedi Akmal qat'iy. Sardor keldi. U Akmalga umuman o'xshamasdi. Akmal qora mag'iz, doim qoshlari chimirilgan, jiddiy va og'ir tabiatli bo'lsa, Sardor butunlay boshqa olam edi. Oqsariqdan kelgan, bo'ylari baland, ko'zlari. Uning ko'zlari doim kulib turardi. U juda xushmuomala, ochiq ko'ngil yigit ekan. Eshikdan kirib kelishi bilanoq uyimizga qandaydir iliqlik, quyosh nuri kirgandek bo'ldi. Assalomu alaykum, yanga. Bezovta qilmadimmi, dedi u ostonada turib samimiy jilmayib. Uning yanga deyishi shunchalik hurmat va mehrga to'la ediki, mening noroziligim shu zahoti tarqab ketdi. Sardorning kelishi bilan uyimizdagi o'lik sukunat buzildi. Kechki ovqat mahali endi boshqacha o'tardi. Akmal odatdagidek telefonga tikilib jim o'tirganda Sardor jim turmasdi. Yanga, qo'lingiz dard ko'rmasin, ovqat juda mazali bo'libdi, derdi u har safar. Bugun kuningiz qanday o'tdi deb so'rardi. Mendan yillar davomida hech kim so'ramagan savolni berardi. U o'qishidagi qiziqarli voqealarni, shahardagi taassurotlarini aytib berib, dasturxonimizga fayz kiritardi. O'sha kecha men necha oylardan beri birinchi marta miriqib kuldim. Hatto Akmal ham bizga 1-2 marta g'alati qarab qo'ydi-da, yana o'z xayollariga g'arq bo'ldi. Sardor ertalab o'qishga ketayotib, yanga, sizga yaxshi kayfiyat tilayman, charchamang, deb ketardi. Kechqurun kelganda, yaxshi o'tirdingizmi, zerikmadingizmi, deb kirib kelardi. U e'tiborli edi. Erim payqamagan mayda narsalarni ham u payqardi. Sochingizni boshqacha turmaklabsiz, yarashibdi, derdi. Yoki yangi ko'ylak olibsizmi? Rangi sizni ochib yuboribdi, deb qo'yardi. Akmal esa u men sochimni qirqsam ham, bo'yasam ham, hattoki yig'lab o'tirsam ham sezmasdi. Biz asta-sekin o'zimiz ham bilmagan holda yaqinlashib bordik. Boshida bu yaqinlikda zarracha ham yomon niyat yo'q edi. Qasam ichaman. Men unga qaynog'am, ukamdek qarardim. U ham meni yangasi sifatida qattiq hurmat qilardi. Ammo bizning suhbatlarimiz tobora chuqurlashib borardi. Akmalning ish safarlari ko'payib ketdi. U ba'zan bir haftalab boshqa viloyatlarga, chet elga ketardi. Shunday kunlarda men Sardor bilan bu katta uyda yolg'iz qolardim. Biz kechgacha televizor ko'rardik, filmlarni muhokama qilardik. Ba'zan esa oshxonada bir piyola choy ustida soatlab dardlashardik. Men unga yillar davomida ichimda yig'ilib qolgan sirlarimni, qalbimdagi o'sha katta bo'shliq haqida gapirib berardim. U meni bo'lmasdan diqqat bilan tinglardi. Uning ko'zlarida shunday hamdardlik bor ediki. Siz baxtli bo'lishga haqlisiz, yanga. Akam, u sizning qadringizga yetmayapti, derdi u afsus bilan. Uning yonida men o'zimni xotirjam, himoyalangan his qila boshladim. Uning borligi meni yolg'izlikdan qutqarardi. Bir kuni kechqurun dahshatli momaqaldiroq bo'ldi. Yomg'ir chelaklab quyardi. Birdan chaqmoq chaqib, butun mahallada chiroq o'chib qoldi. Men qorong'ulikdan bolaligimdan beri qattiq qo'rqaman. Vahima bosib, beixtiyor chinqirib yubordim. Bir zumda Sardor yonimda paydo bo'ldi. Qo'rqmang, yanga. Men shu yerdaman, qo'rqmang, dedi u va telefonining chirog'ini yoqdi. Keyin sham topib keldi. Biz oshxonada sham yorug'ida o'tirib qoldik. Tashqarida gumburlagan momaqaldiroq, ichkarida esa shamning titroq nuri. Men qo'rquvdan hamon qaltirardim. Sardor buni ko'rib, ohista yelkamga qo'lini qo'ydi. Hammasi yaxshi. Men yoningizdaman-ku, dedi u past ovozda. O'shanda uning qo'lining taftini birinchi marta terimda his qildim. Bu oddiy teginish emasdi. Bu butun vujudimga taralgan elektr toki edi. Yuragim dukillab urib ketdi. Axir u erimning ukasi. Mening qaynim.
Men bunday o'ylarga bormasligim kerak. Lekin o'zimni qanchalik koyimay yuragimga buyruq bera olmasdim. Uning nigohida, uning nafasida men uzoq vaqt kutilgan erkaklik mehrini sezdim. Bir oycha shunday pichoq ustida yurgandek yashadik. Akmal navbatdagi uzoq safardan qaytdi. O'sha kuni u negadir juda xursand edi. Ishda uning lavozimini oshirishgan, katta mukofot puli olishgan ekan. Bugun bayram. Restoranga boramiz, nishonlaymiz, dedi u. Biz uchalamiz, men, Akmal va Sardor restoranga bordik. Akmal ko'p ichdi. U faqat o'zi haqida, o'zining yutuqlari qanchalik zo'r ekanligi haqida tinmay gapirdi. Meni yoki Sardorni eshitmasdi ham. Men va Sardor esa deyarli gaplashmadik. Biz bir-birimizga o'g'rincha qarab qo'yardik. Stol ostida ba'zan oyoqlarimiz beixtiyor bir-biriga tegib ketganda ikkimiz ham seskanib tushardik. Bu tasodifmidi yoki jismlarimizning bir-biriga talpinishimidi? Bilmayman. Uyga qaytganimizda Akmal mast edi. U o'zini g'olib his qilardi. Biz yotoqxonaga kirdik. U menga yopishdi. Bugun mening kunim. Sen ham xursand bo'lishing kerak deb meni karavotga tortqiladi. Men charchagan edim, uning mast hididan ko'nglim aynirdi. O'zimni undan olib qochdim. Akmal aka, charchadim, uxlaylik dedim. Lekin u quloq solmadi. U kuch ishlatdi. O'sha kecha u menga er emas, xo'jayin kabi muomala qildi. U mening xohishim, his-tuyg'ularim bilan umuman hisoblashmadi. U faqat o'z nafsini qondirdi. Men shunchaki bir buyum edim, uning ehtiyojini qondiradigan jonsiz tana. U ishini bitirib darrov uxlab qoldi va xurrak otishni boshladi. Men tonggacha yig'lab chiqdim. O'zimni shu qadar xo'rlangan, tahqirlangan, ifloslangan his qildimki, qalbimdagi og'riq, nafrat va umidsizlikdan dod deb baqirgim kelardi. Nahotki mening hayotim shu? Nahotki men shunga loyiqman? Ertalab turib oshxonaga chiqdim. Ko'zlarim shishib ketgan, rangim oqargan. Sardor o'sha yerda choy ichib o'tirardi. U mening ahvolimni ko'rib hamma narsani tushundi. Uning mushtlari tugildi, jag'lari taranglashdi. Lekin hech narsa demadi. Faqat menga qaragan ko'zlarida cheksiz achinish va g'azab bor edi. O'sha kundan boshlab bizning munosabatimiz yana o'zgardi. Endi o'rtamizda so'zsiz bir kelishuv, bir sir bor edi. Biz bir-birimizga bog'lanib qolgandik. Va o'sha kun keldi. Bu voqea sodir bo'lgan kunni men o'lgunimcha unutmayman. O'sha kuni bizning to'yimiz bo'lgan kun edi. 5 yillik yubiley. Men ertalabdan yaxshi kayfiyatda uyg'ondim. Balki bugun Akmal eslar. Balki o'zgarar. Balki hammasini boshidan boshlarmiz degan ahmoqona umid bor edi menda. Kun bo'yi oshxonada kuymalandim. Uning eng sevimli tortini pishirdim, maxsus taomlar tayyorladim. Uyni bezatdim. O'zimga oro berdim. Chiroyli ko'ylagimni kiydim, atirlar sepdim. Kechga yaqin u ishdan keldi. Men uni tabassum bilan eshik oldida kutib oldim. Assalomu alaykum, keldingizmi? U mening ko'rinishimga, bayramona dasturxonga, hattoki mening ko'zlarimga ham qaramadi. Ovqat tayyormi? Juda ochman. Tezroq bo'l, yana ishlarim bor, dedi poyabzalini yechayotib. Mening yuragimga muzdek xanjar sanchilgandek bo'ldi. U eslamagandi. 5 yillik hayotimizdagi eng muhim kunni u unutgandi. Mening kutganim, tayyorgarligim hammasi bir tiyin edi. Men indamadim. Tomog'imga tiqilgan yig'ini yutib ovqatni suzdim. Stol atrofida o'tirganimizda Sardor kirdi. U dasturxonni, mening kiyinishimni ko'rib darrov tushundi. U menga qarab, "Yangi, bugun juda boshqachasiz, juda go'zalsiz. Biror bayram bormi?" deb so'radi ataylab akasiga eslatish uchun. Akmalning ensasi qotdi. "Senga nima? Ovqatingni ye jimgina. Qanaqa bayram bo'lardi oddiy kunda?" dedi u ukasiga o'shqirib. Sardor javob qaytarmadi, lekin uning ko'zlarida akasiga nisbatan nafrat uchqunlarini ko'rdim. Ovqat tugar-tugamas Akmalning telefoni jiringladi.
Do'sti chaqirayotgan ekan. Men ketdim, kech kelaman, dedi u va shoshilib chiqib ketdi. Mening axir bugun degan gapim og'zimda qoldi. Eshik yopildi. Men sindim. Yig'lab o'z xonamga kirib ketdim. Eshikni qulfladim deb o'yladim, lekin qulf tushmabdi. O'zimni karavotga tashlab, yostiqni quchoqlab dod soldim. Endi chiday olmasdim. Bunday xo'rlik, bunday befarqlik jonimga tekkandi. Men ayolman. Men tosh emasman. Shu payt eshik ochildi. Men boshimni ko'tardim. Ostonada Sardor turardi. Uning yuzida shunday iztirob bor ediki. U sekin ichkariga kirdi va eshikni yopdi. Mening yonimga kelib o'tirdi. Yig'lamang. Iltimos, yig'lamang. U ko'z yoshlaringizga arzimaydi, dedi u bo'g'iq ovozda. Men o'zimni to'xtata olmasdim. Nega men baxtsizman? Nega meni hech kim sevmaydi, deb yig'lardim. Sardor qo'llarimdan ushladi. Kim aytdi sizni hech kim sevmaydi deb? Men sizni. U gapini tugatmadi. Lekin uning ko'zlari hamma narsani aytib turardi. Uning yuzi menga yaqinlashdi. Ko'zlarida o'z aksimni ko'rdim. Uning nigohida mehr, hamdardlik va men tan olishdan qo'rqadigan o'sha kuchli ehtiros bor edi. Va o'shanda bu sodir bo'ldi. U asta-sekin egilib, mening yoshli ko'zlarimdan, keyin lablarimdan o'pdi. Avvaliga men qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ldim. Miyamda bu xato. Bu gunoh. U eringning ukasi degan signal chalingandek bo'ldi. Lekin tanam, mening xiyonatkor tanam menga bo'ysunmadi. Necha yillardan beri sovib qolgan mehrga tashna vujudim bu iliqlikka, bu ehtirosga suvdek singib ketdi. Men uning o'pichiga javob qaytardim. Bu o'pichda shunchaki shahvat emas, mening butun alamlarim, dardim va yolg'izligim faryodi bor edi. Sardor meni qo'llarida ko'tarib karavotga yotqizdi. U Akmaldan farqli o'laroq menga qo'pollik qilmadi. Uning har bir tegishi, har bir silashi ibodatdek edi. U mening tanamni, mening ayolligimni ulug'lardi. U shoshilmasdi. U menga zavq bag'ishlashni, meni baxtiyor qilishni istardi. O'sha tunda men o'zimni birinchi marta haqiqiy ayoldek, sevilgan va ardoqlangan malikadek his qildim. Bu gunohli tun edi, ha. Lekin bu mening hayotimdagi eng baxtli tun ham edi. Tongga yaqin u jimgina o'z xonasiga chiqib ketdi. Men esa yolg'iz qoldim. Lekin endi bu avvalgi yolg'izlik emasdi. Endi xotiramda o'sha tunning har bir daqiqasi muhrlanib qolgandi. Endi men yolg'iz emasdim, men o'z gunohim va sirim bilan birga edim. Ertasi kunidan boshlab haqiqiy do'zax boshlandi. Vijdon azobi. Biz bir uyda yashardik, lekin bir-birimizning ko'zimizga qaray olmasdik. Har bir nigoh, har bir so'z aybdorlik hissiga to'la edi. Akmal hech narsani sezmadi. U hamon o'sha befarq o'z ishlari bilan band. Men esa uning yuziga har safar qaraganimda yerga kirib ketgudek bo'lardim. Men xoin edim. Sardor ham juda qiynalardi. U men bilan gaplashmoqchi bo'ldi, lekin men undan o'zimni olib qochdim. Nima ham derdik? Nimani o'zgartira olardik? Biz orqaga qaytib bo'lmaydigan chiziqni bosib o'tgandik. Oradan bir hafta o'tib, Sardor kutilmaganda yotoqxonadan joy topdim, ko'chib ketayapman, dedi. Akmal hayron bo'ldi, qarshilik qildi. Lekin Sardor o'z qarorida qat'iy turdi. U bizga ortiqcha yuk bo'lishni istamasligini, o'qishiga yaqinroq bo'lishi kerakligini bahona qildi. Aslida esa u mening oilamni saqlab qolish uchun, meni azoblamaslik uchun ketayotgan edi. O'sha kuni u ketarkan, eshik oldida bir soniyaga to'xtadi va menga qaradi. Uning ko'zlarida shu qadar ko'p ma'no bor ediki. Afsus, aybdorlik, sog'inch va cheksiz muhabbat. U ketdi. O'sha tun menga o'zimning ayol ekanimni, mening ham his-tuyg'ularim, istaklarim borligini eslatdi. Bu bir lahzalik, o'g'irlangan baxt edi. Endi men bir umr shu xotira va shu gunoh yuki bilan yashashga mahkumman. Tashqaridan qaraganda mening hayotim mukammal, boy-badavlat er, chiroyli uy.
Lekin hech kim bilmaydiki, bu mukammal rasm ortida qanday sir, qanday og'riq va qanday bir umrlik pushaymon yashiringanini. Azizlar, meni qoralashga shoshilmang. Men o'z jazoimni har kuni, har tunda vijdonim oldida o'tayapman. Faqat shuni bilingki, e'tiborsizlik bu xiyonatga ochilgan eng katta eshikdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'ling. Xayr.